Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugun sizlar bilan alohida mavzu gijjalar mavzusiga teginib o'tamiz. Gijjalar mavzusi umuman O'zbekiston sharoitida 50 dan oshiq gijjalar mavjud. O'zi dunyoda 390 xil gijja bo'ladi. Boshqa davlatlarda boshqa gijjalar bo'ladi, parazitlar. Ya'ni ular sodda jonivorlar bo'lishi mumkin. Undan tashqari qurtlar bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha chuvalchanglar guruhiga mansub gijjalar bo'lishi mumkin. Demak, hamma gijjalarni birma-bir ma'lumot berib o'taman. Hozir O'zbekistonda eng ko'p uchraydigan gijjalardan bittasi bu Lambila degan gijja. Qonda titrini ko'rsatishadi. Sizda Lambilaning titri oshib ketibdi va boshqa. Demak, yoki askarida degan gijja mavjud. U to'garak chuvalchang hisoblanadi. Urg'ochisi yirikroq bo'ladi, 45 cm, erkagi 25 cm atrofida bo'ladi. Qoramon tasmasivon chuvalchangi degan gijja bor, kam uchraydi. Lekin u uzunligi 10 metrgacha, 8 metr 10 metrgacha boradi. Lentichni bo'ladi. U 10 metr bo'lib chiqib turmaydi. O'ralib ketgan, yoyib chiqsangiz 10 metr chiqadi. Xullas, bolada qanaqa o'zgarishlar bo'ladi gijjasi bor bolalarda. Demak, yuziga oq dog'lar tushishi mumkin. Hamma tushgan oq dog'da ham gijja deb hisoblamaymiz. Yuziga oq dog' tushishi vitamin yetishmovchilikdan ham bo'ladi. Tunda tishini g'ichirlatish. Tunda tishini nega g'ichirlatadi o'zi bola? Gijjasi bor bola. Bu gijjalar o'sha qurtlar o'zidan chiqarayotgan toksinlarni ichakdan so'rilib, qonga o'tib, miyaga borib, miyada akson dendritlariga, o'sha eng mayda hujayralarga ta'sir qilishi oqibatida miyada dominanta paydo bo'ladi, ya'ni tishini g'ichirlatadi. Bu nervdan tishini g'ichirlatish. Chunki nerv nima bilan zararlanyapti? Ichakdan so'rilgan zaharlar oqibatida zararlanyapti. Endi zamonaviy meditsinada, men hozir o'zim ishxonamdaman, poliklinikada. Demak, poliklinika sharoiti, kompyuter, tomatat, hamma narsa bor mana. Hozir shifokorman. Bugun obeddan keyin dejurda edim. Bemor yo'qligidan foydalangan holatda sizlar bilan shu narsani o'rtoqlashmoqchi bo'ldim. Demak, bitta bemorimiz zakaz qilgan, menga gijja dori zakaz qilgan. Shu qanaqa davolanishni tanlash bu insonning o'zini qo'lida. Ulardagi asosiy muammo Lambila ko'proq uchraydi. Askariyda gimnolipidoz degan gijjalar bor. Apistarxoz degan gijja bor. Undan tashqari bolalar gijjasi ham deyiladi. Enterobioz degan gijja bor. O'sha orqa chiqaruv anal teshigidan chiqib tuxum qo'yib yana qaytib kirib ketadi. Tunda orqasi qichiydi bolalar. Orqasi qichiydi, hammasini yuqish taktikalari har xil. Hammasini aytib beradigan bo'lsam, o'rtacha hisobda 3 kun video olishim kerak. Hammasini aytib beradigan bo'lsam. Demak, bularni mana shu O'zbekiston uchraydigan 50 xil gijjani, undan tashqari butun dunyoda uchraydigan 390 xil gijjani mazasini qochirib, degizdirib yuboradigan giyohlar to'plami mavjud. O'sha haqda ma'lumot berib o'tmoqchiman. Demak, bu yerda taktika mutlaqo boshqacha bo'ladi. Endi meditsina nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, gijjalarga eng zo'r dori qaysi deb savol bersangiz, ko'pchilik doktorlar javob beradi. Albendazol degan tabletka bor. Albendazolni berib tursak, gijjalarni o'ldiradi deydi. Voy doktorga kiring. Hamkasblarim kiring, narigi xonada o'tirishibdi. Misol uchun albendazol berishadi. Undan ham umumroq vrach bo'lsa, Pirantel beraylik deydi. Pirantel chunki ichakdan kamroq so'riladi yoki mutlaqo so'rilmasligi ham mumkin. Ichakdagi gijjalar o'ldiradi-yu deydi. Prezikvantel degan dori bor. Prezikvantel beraylik. U mutlaqo zararsiz, lekin gijjani o'ldirish ta'siri ko'proq deydi. Undan tashqari metragil bilan ham davolashadi, arnidazol bilan ham davolashadi. Gijjani davolashni demak bir nechta kimyoviy usullari haqida aytib o'tamiz. Lekin hammasi ham ichakdagi gijjalarni o'ldirishga xizmat qiladi. Yoki albendazol borki, bu qonga o'tadi ichakdan. Prezikvantel, pirantel o'tmaydi qonga. Albendazol qonga o'tadi, jigarda parchalanadi. Jigarga zarar qiladi. Zarar ko'ryapmizmi?
Lambalar qayerda parazitlik qiladi? Lambalar o't qopida parazitlik qiladi. Любой vrach buni biladi. Любой ilmli odam buni biladi. Lekin lambalar uchun albendazol berishyapti. Bu aqlga to'g'ri kelmaydi. Ichakdagi gijjani o'ldiryapti-da, o't qopidagini o'ldirmayapti-da, jigarga zarar qilyapti. Albendazol davolamayapti. Metragil davolaydi lambalarni. Arnidazol davolaydi lambalarni. Bunga qo'shilaman. Agar kimda kim bu xalqning tibbiy madaniyatini oshirish hamda, misol uchun. Masalan, buni biz aytmasak, hech kim aytmaydi. Aytishi ham mumkin. Boshqa med blogerlar aytishi mumkin. Doktor Ischanov aytishi mumkin. U inson ham yaxshi inson. Misol uchun, bironta odam aytmasa shu haqda ma'lumotni, xalq bilmay qoladi. Demak, bizning taktikamiz qanaqa? Bizda giyohlar aralashmasi bor. Demak, mana bu sariq giyoh hamma biladi, besmiyatnik degan giyoh. Uning tarkibida barbaris o'simligi bor, barglari, mayda leon urug'lari bor va undan tashqari biryoza barglari bor. Zveroboy, barbaris, biryozada bular hammasi nima qiladi? Birinchidan o't haydaydi. Ikkinchidan jigarni mustahkamlaydi. Uchinchidan biryozani protiviglistoviy effekti bor. Gijjalarni o'ldirish effekti bor. Zveroboyda ham gijjalar o'ldirish effekti bor. Demak, leon ichaklarni muloyimlashtiradi. Jigarni tozalaydi. Bolaga, masalan, bola uchun tayyorlangan bu. Eng qizig'i, oilada 4 ta farzandi bor bola uchun tayyorlangan. Demak, miqdori 4 tashlab ko'p. Hammasi 4 litrga solinadi. Miqdoriga qarab, bolalarning miqdoriga 4 ta farzand. Masalan, kichkinalari bo'lishi mumkin 5 yosh. Kattalari bo'lishi mumkin 8 yosh, 7 yosh. Hammasiga bo'lib beriladi. И удобно, hammasiga bo'lib berish udobno. Bitta damlaysiz, hammasiga, mana bolalarim ichinglar. Hammasida o't suyuqligi suyuqlashadi. O't suyuqligi haydaladi. O'sha vaqtda gijjalar nima qilyapti? O't qopidagi gijjalar toyib tashqariga chiqyapti. Jigar mustahkamlanib, jigardan ishlab chiqariladigan o't suyuqligini achchiqligi oshyapti. Nega menda yo'q lambalar? Nega o'ziga normal immuniteti baquvvat insonda lambalar yo'q? Sababini bilasizlarmi? Nega yo'qligini sababi ularning o'tdan ajraladigan o't suyuqligi achchiq. O'shaning uchun o'tda yasholmaydi achchiq joyda. Bolajonlarimizga o't qopidan ajraladigan suyuqlik, o't suyuqligi achchiqligini yo'qotgan. Chunki jigar uni achchiq qilib, kuchli qilib bera olmayapti. Shuni hisobiga bu o'tni achchiq qilib berishi hisobiga birinchi o'rinda lambalarni qurityapti. Demak, bunaqa paketdan 6 ta beramiz. Bir marta damlaymiz 4 litrga va hamma bolalarimizga beramiz. Keyin hammasini tashlab olmaymiz. Uni yana ikkinchi marta 5 minut qaynatib, ikkinchi marta kuchini olamiz. Bu ekonom. Giyohlardan ekonom. Chunki baribir buni pulga sotib olishadi. Har safar damlab bersa ham bo'laveradi. Prosta ekonom degan narsa yo'qoladi. 2 barobar summasini to'lash kerak. Shuning hisobiga bemorlarda yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti. Endi bu bilan to'xtab qolamizmi? Yo'q, albatta. Ko'pchilikka ma'lum va mashhur bo'lgan pish mavsumligi, ma'lum va mashhur bo'lgan palingorka o'simligi bor. Demak, palingorka o'simligidan 2 qoshiq, pijma o'simligidan 2 qoshiq solib 800 gram suvga damlab 4 ta bolaga bo'lib beramiz. Kun davomiga 4 ta bolaga bo'lib bersak 200 ml dan to'g'ri keladi. Bu dorilarning achchiqligidan. Mana o'chmayman. Uy bo'lib ketadi yuzlari. Buni ichgan vaqtda ichakdagi gijjalar, boya yuqoridan haydab yuborilgan lambalar, ichkarida любой gijja bo'lsa ham o'ldiradi. Undan tashqari bularni ishtahani ochish xususiyati bor. Bolaning ishtahasi bo'g'ilib qolgan, hech narsa yegisi kelmayapti. Birdaniga ovqatga kirib ketadi. Birdaniga zo'r bo'lib, ovqat bering menga deydi. Tezroq ovqat bering, menga ko'proq vitamin, meva-cheva bering deydi. Nega? Sababi ishtahani qitqlovchi xususiyati bor, achchiqligi hisobiga. Undan tashqari gijjalarni o'ldirish xususiyati bor. Hazm sekretlarini oshqozon osti bezidan, ichaklardan,
o'tni yaxshi ajratish xususiyatiga ega bo'lgani uchun hamma tomonlama hazm tezlashadi, metabolizm oshishni boshlaydi. O'zi bolalarda metabolizm ko'p bo'ladi, tez bo'ladi. U yana ham metabolizm oshgandan keyin nima bo'ladi? Bola och qoladi. Menga ovqat beringlar deydi. Men baquvvat yeyishim kerak deydi, semiradi bola, to'lishadi bola, chiroylashadi bola. Miqdorini dozalab, yoshiga mos qilib o'zim tayyorlab beraman. O'shanda juda ham bir go'zal holatdagi, ajoyib holatdagi holat bo'ladi, kagba. Endi bu ham tushunarli bo'ldi. Endi shu bilan to'xtab qolamizmi? Yo'q. Demak, biz undan ham umumroq xod qilamiz. Endi gijjalar o'ldi. 390 xil gijja parokanda bo'ldi. Hammasi o'ldi. Bitta ham qolmadi. 12 kun davomida ichamiz, kurs lecheniasi 12 kun davomida. To'liqroq gapirishimni ko'pchilik xohlashyapti. 12 kun davomida gijjalarga hujum qildik. Ichak hazm sistemalarini to'g'riladik. Kattalarga ham, bolalarga ham bo'ladi. Endi nima qoldi? O'lgan gijjalar qoldi. Hammasi o'ldi. Lekin o'lgan nima qilyapti? Badandan zahar ishlab chiqaryapti. Bilasizlar, biron joyda eshak o'lib qolsa yoki mol o'lib qolsa nima qiladi? Sasib ketadi. Hamma joyga hidi chiqib, неприятный ko'mish kerak uni. Xuddi shunaqa ichakda ham gijjalar o'lgandan keyin o'zidan zahar ishlab chiqarib yotaveradi. Boladagi simptomlar yana ham davom etishi mumkin. Shuning uchun yengil surgi qovurish kerak. Kimda kim gijjalarni klizma bilan davolayman, boshqa desa ishonmanglar. Klizma yo'g'on ichakdan yog'iga o'tmaydi. U o't qopiga borib klizma bilan kim tuzalishi mumkin? Aytinglarchi. Ongi bor odam buni tushunadi. O't qopidagi gijjani klizma bilan chiqarib bo'lmaydi. Bu aniq, bu fakt bu. Men luboy bilan sportlashaman. Bu jo'ski bo'layotgan videomizda Makkai Sano o'simligi bor. Makkai Sano o'simligida akatsin degan modda bor. Bu nima ish qiladi? Yo'g'on ichakdagi suvni so'ruvchi retseptorlarni bloklaydi. Suv so'rilmaydi. Ichilgan suyuqlik ichak devorini taranglashtiradi. Taranglashtirgan vaqtida ichakda peristaltika kuchayadi. Peristaltika degan ichak qimirlaydi degani. Ichak qimirlaydi. Ichak qimirlasa nima bo'ladi? Ichib ketadi odam. O'lgan gijjalar nima qiladi? Ketgan ichkilar nima qiladi? Ko'chaga. Hammasi ko'chaga chiqib ketadi. Demak, o'lgan o'zidan zahar ishlab chiqarib yotgan mana bu giyohlar bilan o'lgan gijjalarni bu nima qilyapti? O'ligigacha chiqarib yuboryapti. Bu oxirigacha davo degani. Bu oxirigacha kurashish degani. Bu degani biz yengdik degani. Gijjani yengishga biz avvalo Alloh shifoni Alloh beradi, lekin mana shu doriga biz garantiya bera olamiz. Nega? Chunki aqlan o'ylab ko'radigan bo'lsak, shifoni Alloh beradi, bizni sababchi qilyapti. Lekin hammasi продуманно. Datovo boshidan oxirigacha. Gijjani hayot sikli bor. Gijjani qanaqasiga ko'payish taktikasi bor. Bittasi haqida aytib beraman. Bu ham bo'lsa, oddiy bolalar gijjasini ko'payish taktikasi. Demak, bolalar gijjasi ichakda yashaydi. Orada orqa chiqarib teshigidan chiqib bolada o'sha dumbasini atrofiga, o'sha orqa teshikda anus atrofiga tuxum qo'yadi. Tuxum qo'ygandan keyin qaytib orqaga kirib ketadi. O'sha payt qichiydi tuxum qo'ygan payt. Chunki u sudralib yurgan vaqtida qichish beradi. Bola uni qashiydimi, tirnoqlarning orasiga yuqtiradimi tuxumlarini, yana og'ziga soladi. Bolani kontrol qilib bo'lmaydi. U lumboy narsani og'ziga soladi. Mana shu gijjasi narsani, mana ruchkani qopqog'ini ushlab og'ziga soldi, yedi, o'ynadi, tashadi. Boshqa bola kelib turib uni ham og'ziga soladi, unga ham yoqadi. Ichakda o'z faoliyatini yana boshlab davom etib aylanib yotaveradi. Gijjalar. Gijjaga dori beruvdingiz doktor, biz foydalanib ko'rdik. Lekin 5 oydan keyin yana gijja bo'lib qopti-da. Demak, siz yolg'on gapiribsiz-da, deydigan odamlar bor. Nega yolg'onchi bo'lyapman? Chunki gijjani sayohati bor. Boshqa bolaga bog'chaga bordi, uni gijjasi bor edi. Yana shu narsani og'ziga soldi. Yana yuqdi. Undan biz himoyalanmaganmiz. Yana yuqishi mumkin. U lekin yangi gijja yuqdi. Mana shu sistemada mana shu giyohlardan butunlay qutulsa bo'ladi. 390 xil gijjadan qutulsa bo'ladi. Gimnolipidozi bor bemor keldi. Gimnolipidoz bu pakana gijja deyiladi.
pakana bo'ladi, so'rg'ichlari bo'ladi. Ingichkachagida paraslik qiladi. Uni ham nima qildik? Davoladik. Lekin mana shu yo'l bilan oson, bezarar davolansa bo'lar ekan. Faqat dozani vrachdan so'ragan holat, ya'ni mendan so'ragan holatda. Nega? Chunki buni ham oshiqchasi zarar. Noto'g'ri foydalanish zarar, o'zboshimchalik bilan foydalanish ham zarar. Hech kimga maslahat bermayman. Mumkin bo'lmagan holatlar bor. Ular so'ralishi kerak. Masalan, men oddiy makkayi sanam mumkin bo'lmagan holatlar bor. Kron kasalligida, ichaklarni kengaytirib ishni haydash mumkin. Yara kasalliklardan mumkin emas. O'zimizdan o'zimiz olib foydalanishga haqqimiz yo'q ekan. Demak, hammaga shifoy komil, sog'liq tilagan holatda sizlar bilan doktor Ibragimov sog' bo'linglar.